Erken düştün ki sizni meşede sakladım. Sizni yeni bir körüşke pek takaza bop kettim. Ben muşu, lekin amal yok. Ben ketay. Aldırmısınız-çı? Sizni kömsem bop. Ondaq demem. Kämisem bopdiki. Eylik günden keyin men muş paytni kütüp geldim. Bu ikimizga yaxshi emas. Nemişqa? Rastlığı kämisem bopdiki. Bu neme degeniniz? Menden hech nimani so'ramasangiz. Bilemsiz muş paytni qanchalik intizorlik bilan küttüm. Siz nemişqa kelmediniz? Men keleme gideyman. Siz niyetli qısınız. Dünyada qıqıla olmaydigan iş yok. Muş qetimda bu kämisem bopdiki. Bana faqatla qo'shingiz yo'qmi? Yo'q, undaq emas. Bu dostluqni davomlashtirishimizni to'sayotgan biror sabab bormi? Sebep bor. Onu biz birlashib yengib ketamizmi? Undaq urinishdan hech qanday umid yo'q. Nemish qundaq deysiz? Shundaq deyishga asosim bor. Ko'nglingiz fikringiz bor ekanda. Eringiz bormi? Odamni nima ko'ryotgansiz? Men tushunmadim. Bizning o'zaro yiqilishib, bir-birimizni tushunishimizga qarshilib o'g'day. Nima sabab bo'ldi? Buni sizga deyamayman. Zodi nima uchun? Bu mening javob xatim. Obdan. Siz qo'riqda ishlayotgani uzun bo'ldimi? Shundoq janoblari. 25 yil bo'ldi. Bu gapni kasbahli ekan sizda. Mangsingiz bo'ladi. Xo'sh emsa. Bir-birimizga meylimiz bo'lgandan keyin bu do'stlikni rivojlantirishimiz kerak. Men hech qanday ayolning oldida bunchalik bo'lib ketmagan. Kesh bo'lib ketdi. Siz zodi kim bo'lasiz? Siz so'ramaslikqa va'da bergan. Siz mendimi tajoyil ekansiz. Bo'lmas bundan keyin ko'rishmaylik. Undaq demang bo'ldi. Bundan keyin zodi so'ramay. Biroq siz men bilan ko'rishib turishga va'da bering. Undaq va'da beramayman. Men sizni ikkinchi ko'ramsam, qanday bo'lib ketaman kintam? Menga o'xshash. Menmi azoblanay. Endi kelishga va'da bering. Va'da beramayman. Nemishqa? Cho'qim kelman deyamayman ishini. Mumkin qadar kelishga tirishaman, deb kutib ketmang. Har kun kelamsiz. Imkoniyat bo'lsa. Meni unutib qolmang. Endi kutamayman. Izora hech qachon bunday xayol olib baxmagan. Qo'riqda yana bir minch ish kishirim bor. Üstügidek ish bo'ldi bu. Izorani bakmi ko'gim botdi. Buni bilaman. Shunga xatni banada o'zim kelib edim.
İzorani kögülü başka bir günü kelesiz bulamdı. Boladı. Başka bir gün kiley. Sizni avar kıldım. Hiç kısı yok. Hoş emse. Hoş. Hey, nemi degen betalay adam bu. Ras, onun ismi nemedi? Andres. O burun öyde nemiş kılattı. Hemmini kılatdı. O kul edin, iş kelediğen kul. Sen onu yaxşı görse, şundak mı? Emdi onu köremeydiğen buldum. Ondak deme. Emdi ümidimni üzgünüm yaxşı. Andres bilen yeni körüşüp kalamsa dehi. Nemişki ümidin özü sen. Siz onu köydünsmü? Santa, Andres'nin hocayını Graf Almeidar ahki geçti biznikiga mehmanga kelidi. Men ipini tepip Graf janaplardan Andres'nin nädiligini sorap bakay. Seni söýgen yarın bilen körüşdürmeydigan iş yok. Santa, sen hatırjan bolgyn, Ata, Ha. Äti bizni keşlik tamak çillaptı. Sizden sormaylı makuldap koydum. Siz ulan bek çoň körsiz go. şundak bolmamdygan. Beh yaxşı bopdy. Makul. Äti maňa çygyşyňyz kerek. Leonsia, Ha. bir telefon batdy. Anlasaň ajap nişan mümkin. Nemi talepdi? Heliqi, Izora toğrusida. Hoşallıqını görüp hoşum bulvatdı men. Gam yapım turatdı men aka. Nemişqa? Bundaq sır saxlaşdan keynede qandaqdı bir işbadəkli qılıdı. Aka, nemi desem bulakin, bu sırlıq münasibetinin aqibeti qandaq bulakin. O qız adı kimdi? Bir qarar keldingmi? Yaxşı bopdu. Ha? Nemi dediniz? Men sana bir qarar keldingmi deymi? Nemi qararga? Leoncio, äti albalanın qorqiga Izoranın bil aprayl deymi? Yoq, men tek bir qarar kämidim. Ätilettin sizge bir neme dey. Korkma. Qeşinga hürmet yüzünden ziyaret qıp kirişim. Udulu devrey. Çıkıp ketdim. Men özemnin uyda. Nemini xalasam şunu qılaman. Näni xalasam şuya kirman. Şundaqdym qo'rqib ketma. Men bir xayrlik iş bilen aldymga keldim. Ät apam ikimiz muş etrapdaki bir qo'riq egisinin uyga mehmon bo'lmoqchi. Apam seni alaydı dedi qatarda köygəşke. Maňa sinimi bil appasaq dedi. Qandaq? Bu gapga hayran qilib otamsan. Apanız men dostunuznikih mehman qapasak demdi. Şundaq Izora. Apam tapdım çıkıp, seni bek çoň körüp ketdi go deymi? İkimizning münasibetiga shunday qaramsiz, bu tapdan chiqib ketganlikmi? Apam bilen bolgan münasibeting bilen karım yok. Biroq bu aqlni apam ko'rsatdi. Qeşinga kirib, şunu bilip bakmakçı. Sen baramsan, barmamsan. Bununla özüň bir neme de. Menmi? Ha, bu senin işin.
Mening chatag'im yo'q. Mehmonga bağın bormi? Zal xolamsan yo'q. Apam sana boshqacha qaraydi. Menmi shundaq? Yana kep seni yiliqi yerga mehmondochilik opirishni apam o'z dedi. Bununla menmi qarshi emas. Baramsan yo'q. Buni o'zing belgilaysan. Biroq gap uningda emas. Gap shuningdiki, sen o'zingni alaydi dedak chog'lamsan qandoq shuni bilgin ba. Ayta. Javob ber. Sen o'zingni alaydi dedak chog'lamsan. Men oddiy bir dedak. Mau nima? Tug'ilganimda qo'yilgan belgi. Bu belging bek chiroyli ekan. Bu bir qulluqning belgisi. Ota-onasining kimligini bilmaydigan bir qulning belgisi. Şoňa men özümni olaydı bir qul emas, odatdagi bir qul hesaplayman. Eger xonamdan derhal chiqib ketmesiniz, men qattiq vaqirayman. Leonsiyo Begzade, men Afrikalıqning qinidan urg'an butkul kuchim bilan vaqirayman. Qulning hech nimasi yo'q bo'lgani bilan vaqirg'ida qudrati bor. Bizning birdan-bir charimiz shu. Men qo'rqib hamma odamni uyg'otaman. Opingizni vaqirab uyg'otaman. Mening talabim derhal uydan chiqib keting. Chiqib keting. Bu qaymaqliq totbek o'xshabdi. Malvina öz qo'li bilan qilgan. Bu gapcha Malvina boshqa ishlardansa tamoqqimi bek usta ekanda. Shundaq graf janoblari. Baya menga bir gapim bor dedingiz Malvina xonim. Shundaq graf janoblari. Dadam ishkinglar qul bozordan setib olgan bir qul to'g'risidagi gapdi. Qul to'g'risidagi? Ismi Andres. Ras. Men Andres deydigan bir qulni setib olgan. Gap mundaq graf janoblari. O qul setilishdan burun mening bir cho'ram bilan birga ishlabdi ekan. Cho'ram bilan paranglashib yetib, ularning bir-birini yaxshi ko'rib qilishganligini uqdim. Shuni sizdan so'rab baqim keldi. Afsus, birim deb bermayman qizim. Men uni qo'riqning amka kuchini to'liqlash uchun olgan. Boshqa qullar bilan qo'riqqa ketib qoldi. Biroq agar xohlasangiz cho'ringizning oshqining qanday ishlayotganligini berib ko'rib baqsaq bo'ladi. Qandaq barimiz? Bugun huzuringizga isli taomlaringlardan huzurni shushill emas, balki har qaysinglarni qo'riqda bir necha kun turib ketishga taklif qilib keldim. Qo'riqqa barimizmi? Shundaq. Bir necha kun obdan o'ynab kelayli. Qanday qaraysiz, Enrik? Bo'ladi, yaxshi o. Poytaxtda cho'ng bo'ptimi? Shu chaqcha bir qo'riqqa berib baqmagandim. Amsa, janobi maslahatchi, sizning fikringiz qanday? Ko'nglingizga ko'p rahmat. Bu yerda bir sodam bor. Men yana bir o'ylab beqib, ati javobini bersam bo'lamdi. Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Chiroyli saramjonlanyapsiz Alba xonim. Yo'ldashim beytar tugab ketgandan keyin hech nimani qo'zg'amadik. Bu surat bek chiroyli ekan. Dadam poytaxtga eng oxirgi berishni setyapti ekan. Darvaqa nihoyat chiroyli ekan. Nimalarni o'ylayapsan, qizim? Muhim bir ishni o'ylayapman, Yano Ariya. Belkim buni burun sizmi o'ylagansiz? Men o azaldan hech nima o'ylamayman. Men yeyishni bilaman. Shunga so'q sandaldak turman. Men o qo'saqdan boshqani bilmaydigini. Biz qul bo'lishqila to'ralganmi? Ba'zilarni imishqa, ba'zilarni qul qilishga haqliqdi, Yano Ariya. Ay, bo'ldi qo'y. Buning o'ylig'ichiligi yo'q. Ko'p avar bo'psiz Alba xonim. Shundaq. Bugun kashni bek ko'ngilli o'tkazdik. Kelganinglardan biz bak xursand. Çoğunuz tekkende biz taraflarga o'tasiz. Qo'riq ekinzorliklarimizni ko'rib beqib. Qo'riq boshqurishga bek yersiz.
Özümningmi bir o'tkin batdi. Andaqda çoluğunuz tegse ögünlük ötesiz. Bo'ladi. Cho'qim baray. Әмсі, yolunuz qaraymiz. Saat 9'da bering, men öyti saqlab turay. Ondan udul shikaqi mushliqqa barayli. Əmisə, şundaq bolsun. Şundaq bolsun. Xananam rastıllı maң kүйінse, meni bəxtli qıldığan birdən bir nəsini maڭa nemişqi bərməydi. Nemişqi maڭa hörlük bərməydi. Lekin sana bək kүйünidu. Bunu bilimən, mən xananamdan ağrınmayman. Bək yadab ketdin, kile kızım yigine. Bir adamның qulu buluş toğru emas. Sizga dep beray. Dunyoning boshqa joylarida hozir mundaq ish asosan tugidi. Şundaqmı? Bir ishimga yordamlashsangiz bo'ladi. Mən? Mening ota-onamning kimligini bilamsiz. Hech uqamadim. Xonanam menga shuncha mehribon turib, yana nemishqa meni qulluq tutib deyaveradigandu. Bu men uqamayotgan tegitektim bilan zich munosabatlik bo'lsa kerak. Men endi aniqlamay qo'ymayman. Mening onam kim? Dadam kim? Rangim shuncha aqtirib, qinim nemishqa negerning qini bo'lib qolgan. Deb beqingchi. Qon degan qon, mayli aqdallik yoki negerning bo'lsin, qon o'xshashli qizil bo'ladi. Nemishqa menga deb bermaysiz? Nimani deyman? Sana degidek hech gap yo'q. Men bilishim kerak. Nemishqa men hur emasligimni aniq bilishim kerak. Bo'libmi hozir? Hozir nim bo'pti? Hozir. Chunki hozir menga hurlik kerak. Uqdingizmi Yano Ariya? O nima yomonlik qilibdi? Aşxanaga o'g'irlik kiritdike, shu tutib oldim. Yeməklik o'g'irlaydiganqa? Ish vaqtida qarniga bir nima bermaganmi? Bergan. Topshiriqingiz bo'yicha bergan. Har kuni tomoq qilib beramiz. Yakshanba kunlari bu zangilar azroq tuzdigan go'sht yeydi. U nima o'g'irlabdi deding? Go'sht, yo'g'on bir parcha go'sht. U mehmonxona qarab manganda qo'l ostindagilar ko'rib qopti. Bu gapcha Afriqalik boyvachimiz go'sht xalab qopdi-da. Shundaqmi? Obdan adablab qo'yish kerak. Tushdan keyin soat 3da buning adabini beramiz. O'rningdan tur, zangi. Mang! Onun dəhşigi həqiqətən az uçuraydı. Gap sözü, juriş-turish joyida. Onun qorqi bək chonki, bizninkidan qalishmag'adek. Ularning nurg'un qullari bormi ekan? Albatta. Bo'lmasa, oncha vala ko'p yani, kim teriydi? O ati bizniki kemakchi. Kim? Janobi Dubiyasmi? Shundaq. Leonsiyo onu bizning shakar qo'mishiqlarni, qand zavodlarimizni ko'rib ketishga taklif qildi. Grafning taklifiga nima deydigan bo'ldingiz? Endi so'dadan voz kechmay bo'lmadi. Amisi siz Shundaq bo'ldigan bo'ldi. Hammamiz Graf Almidaning qo'rqiga berib, bir hafta turib kelamiz. Do'kondagilarga aytib qo'ydim. Dada. Siz nima degan yaxshi? Men ochi enishkinglarning ko'nglini yedi qo'yib baxmaganqa. Yan chiqamsa aka. Köndekidek aylanib kelay. Nima deydigan sen? Sen burun doim tushdan burun chiqatding. Yana kelib har kun emasdi. Hozir doim tushdan keyin 2:20larda chiqyapti. Tasodifiy to'g'ri kelib qolgan chig'i. Tasodifiy to'g'ri kelib qolgan emasdi. Sen yana iliq sirliq barini izlamoqchi. Niyatingdan yanmabsan-da? Qandaqmi uni unutiy olay? U xiyolimdan birdan buni erkatmasa. Degan issiq. Sizga shundaqmi? Shundaq. Hozir texi bunchalik isiydigan chaq emasdi. Chiqib aylanib kelsam, menda ranjib qolasizmi? Chiqib kir. Yanvar yog' deb qo'yay, dal 3ta daringizni kirib kelsin. Sizga bir yig'iz gapim bor. Hozir ishim bor. 20 soatlik vaqtingiz yo'q. Bichar qo'lingizga shunchalik vaqtni ajratamamsiz? Ma'qul emas. Ishimni tugatib qishimga boray. Ishlagash tur.
Yani araya darınızı 3'te kırıp berdiğim boldu. Rahmet sana İzora. Beri vegin. İzora. Näge var sen? İzoraga men demep kirgin degendim. Sal turup barsa. Däl saat 3'te atxandan aldığı bak. İş mundaq kende. Nima oldu? Men endi uqdim. Nimani uqding? Uning mendan nima qiz ekanligini uqdim. Baskana. Unda unga iş yok. Hey, wajah. Hey, wajah. Hey. Onu neymiş kursula? Munçılar kıynıqdak bu neymiş qıptı? Oğurluk. Oğurluq qıptı mı? Men höti qıla alayman ki, qullarni yemekten qısmayman. Ular her günü sey bilen un tamığı yep durdu. Yekşembide tek tuzlagan göş yeydi. Lekin ma ablaq yanu araya yoq çağda aşxanı kirip göşü oğurlaptı. Şunçilik işmepti. Tek qığını yetmepti ma? Bu kişinin azraq göş yeydiğinige şunçilik kıynap ketip atamsız. Gep bir paç göç demez. Gep qoruqның qaydısını buzganlığı da. O bu öyle kirmesligi lazım. Aşxandan texin bir nas amaslık lazım. Men hamma chidasam mu? Qulning buyruqi bo'ysunmasligiga chidamayman. Sen hali aqlli qiz. Shunga seni bu yerga chaqirdim. Qani deb baqa. Buyrug'imga bo'ysunmagan qulni qandoq jazolashim kerak? Sizdi katoliklarning azraqli mehri bo'lsa, men sizdan o'tinay, tilay, bu kishini qo'yib etsangiz-kan. Urunga! Afsus, sening bu nasihatingga kiramayman. Nasihatni men san qilay. Obdan qarab tur. Xo'jayinining buyrug'ini anlamagan qul qandoq oqibat ko'rdik. Tasilinglar. Hey. Medamaydi. Men sana tek icazet vermedim. Hey. Sen müşahede muştun ballaşlarını kördün. Hey. Hey. Hali ta'limab qolgansa. Biz haqiqiy ta'limni Injildan olgan. Yomonlik eylegan kishi yomonlik ko'rdi. Suralarni sen hali o'rganib ekansan, ha? O'rganganing mushuli bo'p qolmay ilohim. Sen alohida bir qul. Sen ayol podsholardek huzur ko'rishga tamamen haqliq. Faqat bir og'iz gapni desang hammaga erishsan. Qo'lingizni yig'ishtirib oling, Begzada. Men sizga ush. Izora. Sen menga amroqmi yoki o'shmi, bu menga baribir. Muhimi sen mening qulim. Qul menga bo'ysunish kerak.
Men nima qil desam shuni qilishing kerak. Bilemsen Izora, men ameliyatçıl adam. Bazı işler başlanışta zorluk bilen başlansımı, lekin bara köңlük bop qaladı. Bu yoq gel. Meni suyup koy. Bu buyruk. Sana başka yol yok Izora. Sen menin kulum. Bana boysunuşun gerek. Buyruğumga karşılaşkan kişini qandaq adaplegenligimni köydün. Apamның beşiğini sılap kütüp koyğuna qarab, meni hiç nem qılamam deken deme. Kechiring Leonsiyo Begzade. Ester xonim seni kitap o'qib bersin deb izlab sürüydü, bul. Izora! Bayaq gepimni unutğıcı bolma. Eğer sen bilsen, hergizmi menden yuşurma. Mening o'ylaydiganimmi Tobiyasning g'emi. Akam burundan sana ishonadi. Aytqana Tayis. Necha kundan beri nemish bo'latydi? Qulug'imni itib qo'ygandek yurdim men. Sizga deb bersam akamga deb qo'ymaydigansiz. Demtimamsa. O'tinib qalay apa. Akam meni kechirmaydi. Xotirjam bo'l. Sada nemish bo'pti? Akam bir qizga kuyib qap. Izora! Izora! Sen öydümü? İşini cüvet! Izora! Sana bir gipim battı. Biraz turib kirasiz. Hech qanday gapni anglag'im yo'q. Hammasi shuni kasabdi. Haqval qilma. Nemisiga shuncha alaydi bo'lib oldi ekan u. Xonimon yosh kelgach shu. Nemishqa? Izorani ansadi kim? Umush qo'rq tug'ilgan bo'g'iydi. Shundaqmi? Esimda yo'q. Uchoq men kichikdim. U nemishqa aytib olaydiganligini bir bilib boqaychi. Men xonim bo'lgan bo'lsam, uni qo'mishliqda ishiltatdim. Ko'nglingni buzma qizim. Ko'nglimni buzmadim. Sal tavim yo'q. Sen meni aldayamaysan Izora. Leonsiyo Begzodining hamma gapini angladim. Meni to'la aldima. Nimani angladingiz? Oshxonaga men seni qutuldirg'ili kirgan. O Hazazulning nima xiyoli borligini men toza obdan bilaman. Menimcha sen berib Ester xonimning o'ziga et. Xonanamga aytolmayman. Uning ko'nglini og'irtolmayman. Biroq boshqa amal yo'q-da. Uni azoblashga haqqim yo'q. Senchu, acaba bu dertlarni tartışıq haqliqmiddin? Senin ananchu, u muddat tartışıq haqliqmiddi? Anamga nima bo'lgan? U nurg'un deb tatqanmiddi? Yo'q, hech nima, mundaqli deb soldim. Yanu Ariya, xonanam ishkinglar nemishqa mendan tegi taktimni mundaq yoshirsizlar? Hech nimani menga demaysizlar. U degan o'tib ketgan ishlar, uni unuturmiz tuzuk. Deb bering, belginingizcha deb bering. Nemishqa mening anamni jiq deb tatqan deysiz? Mening anam kim? Mening dadam kim? Men bunu bilishim kerak. Ma'qul qizim. Baribir chat yoqisini bilib qoldim. Ammasi sana hamma gapni to'liq so'zlab beray. So'zlangar. Ma'qul qizim. Men sana so'zlab beray. Branca, gandola de renda
renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.